Hali erga tegmagan bo'lishingiz, turmushingiz kechikayotgan bo'lishi bu muvaffaqiyatsizlik, baxtsizlik va baxt qaroligingizdan sabab emas, balki siz aql va sabr egasi bo'lishingiz mumkinligidandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Turmushing kechikyapti, qachon erga tegasan? Sen ham farzandli bo'l, vaqti keldi de boshingizda tinimsiz shu savollar bilan atrofdagilar qotirayotgan bo'lsa, bu sizga stress berayotgan bo'lsa, bu videomni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga kafolat berib ayta olamanki, bu videoda men sizga beradigan ilmlarni boshqa joydan topa olmaysiz. Xo'p, o'zi nimaga turmushimiz kechikadi? Turmush kechikishi degan gap to'g'rimi? Bu nechog'lik to'g'ri? Agar haqiqatda to'g'ri bo'lsa, biz nimani xato qilyapmizki, nega bizni turmushimiz kechikyapti? Men davom bitta gap aytaman. Turmush kechikishi degan jumla mavjud emas. Har bir jarayon yaratganning izmida va tizimida yuradi. Hattoki bir barg uni izniyle yerga tushar ekan, qanday qilib sizni munosabatlaringiz, tem bo'li nikohingiz uni nazardan chetda qolib ketishi mumkin. Faqatki har bir jarayon o'z vaqtini, o'z soatini kutyapti. Lekin bundan oqilona foydalanishingizni tavsiya qilaman. Yaqinroq o'tiring, siz ko'rib chiqishingiz kerak bo'lgan va turmushingizdagi baxtingizni kafolatlaydigan bir nechta oltin qoidalarni beraman. Muslimam, yoshingiz bilmayman nechida, 20da, 25da, 26, 30 bilmadim. Ba'zi joylarda 22 ham bu yosh o'tganlik hisoblanadi. Ba'zi joylarda 30, ba'zi joylarda 35. Men umuman bu fikrlarga reaksiyangizni nol qilgan holatda ongli hayot qurishingiz tarafdoriman. Birinchisi, agar sizni ota-onangiz ajrashgan bo'lsa, munosabatlari zo'r bo'lmagan bo'lsa yoki birga yashashgan bo'lsa-yu, bir-biriga nafratda yashashgan bo'lsa, hali turmush qurishga shoshmang. Bitta narsani to'g'ri tushuning. Bu hayotda siz yashaysiz. Sizni ota-onangiz ham, sizni qo'ni-qo'shningiz ham, erga tey deb turtkilayotgan qarindoshlaringiz ham sizni o'rningizda yashamaydi. Siz yashaysiz. U inson bilan bir yostiqqa bosh qo'yadigan, bir umr birga bo'ladigan odam sizsiz. Bir umr birga bo'ladigan insoningizni kimlarnidir bosim ostida tanlamang. Tem bo'li oilangizdagi bu travma allaqachon sizni ong ostingizda o'z modelini yaratib ulgurgan. Ya'ni oila deganda siz ayol qadrsizlantiriladigan, erkak esa abuser munosabatlarini allaqachon ko'rgansiz. Bu juda katta xavf. Ong, to'g'riroq ong osti buni ongsiz ravishda sizda takrorlab berishi mumkin. Tezroq bu travmalarni ishlang. Toki jarayon, ya'ni oila ssenariysi, erkak modeliga munosabatingiz o'zgarmaguncha hali turmush qurishingiz tarafdori emasman. Ikkinchisi, turmush qurish yoki qiz bolani erga berish xuddi buyum sotgan kabi proses emas. Qizini turmushga chiq deb bosim berayotgan ota-onalar, sizga nima muhim? Qizingizni baxtli bo'lishimi yoki qizim erga tey degan galochkami odamlar uchun? Siz kim uchun yashayapsiz o'zi? Yaratgan sizga bergan bu omonatni sog' salomat, baxtli bo'lishi yerdagi chiroyli hayot qurishga sababchi bo'lishlikmi yoki boshqa qarindoshlaringiz oldida qizingiz o'tirib qolmaganligini isbotlashmi? Qaysi tanlov sizniki? Uchinchisi, hurmatli muslimam, agar sizni qalbingizda ota-onangizga nisbatan xafagarchilik bo'lsa ham, hali shoshmang. Yo'q, bitta narsani ochiqcha kelishamiz. Ota-onadan xafa bo'lish mumkin. To'g'ri, hozirgi yoshingiz bilan, hozirgi aqlingiz bilan ota-onangizdan xafa bo'lmayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bitta eslang, 5 yoshingiz, 6 yoshingiz, 10 yoshingiz, 11 yoshingizda ularga bo'lgan ichingizda qolib ketgan xafalik bor-ku. Ana o'sha hozir xafagarchilikka aylangan. Ota-onasidan xafagarchiligi bor qizlar, aynan meni tajribamda ko'rdim, juda katta ehtimollik ila ajrimga borishdi. To'rtinchisi, dadangizdagi aynan xiyonat, dadangizdagi onangizga bo'lgan munosabat modelini o'zgartiring. Dadangizni o'zgartirib emas, ong ostini qayta dasturlab. Chunki amaliyotimda shuni ko'rdimki, otasini qabul qilmagan qizlar eri tomonidan xiyonatga, qadrsizlikka uchradi. 5. Istalgan erkakni hayotingizni tanlash huquqiga egasiz. Sizga maymundan biroz farq qilsa bo'ldi, tep ketaver degan insonlar eshitmang. Yaratgan hattoki sizni tanlovingizni hurmat qiladi va hech kimni sizga bosim berib, buyruq berib chiqasan, yo'qsa men rozi emasman deyishga haqqi yo'q. Hech qanaqasiga, bu sizning hayotingiz. Tanlov sizniki. Har bir inson yaratgan holda tanlovlarda erkinlik huquqiga ega. Bemalol tanlang. Boyvuchcha, bo'y uzun, chiroyli, kelishgan, sog'lom, unaqa bunaqa.
Bu isyon emas, bu kibr emas, bu o'zingizdan ketib qolish emas. Bunday gaplarni eshitmang. Ha, o'zingga bino qilib olgansan, bunday inson dunyoda yo'q, kibrlama. Yo'q, haqqingiz bor. Bo'lajak turmush o'rtog'ingizni puliga qarashga, mansabiga qarashga, chiroyiga qarashga, sog'ligiga qarashga haqqingiz bor. Chunki siz ayol sifatida, bo'lajak rafiqa sifatida eringizni sog'ligi sizga muhim. Shu inson bilan kelajakda yashab, sog' farzand ko'rish uchun. Puli sizga muhim. Chunki erkak oilada pul topuvchi, rag'batlantiruvchi, himoya qiluvchi, boquvchi, ayol esa oluvchi. Eshitmang unaqa gaplarni. Pul topmasa ham mayli, ichmasa ham mayli, chekmasa ham mayli, erkak bo'lsa bo'l. Yo'q, unday emas. Nechta oilalarni ko'rdim. Odamlarni nomi uchun turmush qurib, 1 oy ham yashamasdan, 2 oy yashamasdan yoki nechta bolani yetim qilib ajrashganlar. Tanlang keyingisi jamiyatdagi mavqeini. Bemalol tanlang. Bu kibr emas. Bu sizning huquqingiz. Yaratgan bergan huquqingiz. Bemalol tanlang. Menga mana bu kasbda bo'lish yoqmayapti, bu kasb yoqmayapti. Chunki bu inson bilan siz yashaysiz. Agar eringizni jamiyatda mavqei siznikidan past bo'ladigan bo'lsa, ishoning, bir kun kelib siz unga baribir kibrlanasiz. Chunki rahbar o'zini ayolidan eng kamida 2 karra kuchli holatda bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz avtomatik itoat qilgingiz keladi. Agar bo'lajak turmush o'rtog'ingiz siz istagan formalarga, ya'ni sizga qandaydir qadriyatlaringiz bor, talablaringiz bor. Bo'yi, yuzi, ko'rinishi, irqi, millati, dini, tili farqi yo'q. Ya'ni siz istamayotgan jarayonlar bo'lsa, bemalol tanlovni almashtirish huquqiga egasiz. Tanlovni turmushga chiqishdan avval almashtiringki, to'g'ri tanlov qilingki, bu qilgan tanlovingiz jannatgacha boradigan yo'lda ajrim xayolini sizga hech qachon olib kelmasin. Yaxshiyam shu erkakka turmushga chiqqanman, yaxshiyam shu inson meni turmush o'rtog'im degan fikr bilan yashang. Bu uchun albatta ong ostingizda yuqorida aytib o'tgan travmalarim, erkak modeli va to'g'ri tanlov ssenariylaridan foydalaning. Xo'p, qanday qilib bularni qilaman, men bilmayman deyotgan bo'lsangiz, hoziroq menga obuna bo'ling va meni kuzatib boring. Sizni kelajakda baxtli hayot ssenariyingizni qurishda sizga kerak bo'ladigan va siz boshqa hech qayerdan topmaydigan ilmlarni men sizga ulashib boraman. Obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada albatta o'zingizni fikringizni va savolingizni ham yozib qoldiring. Shaxsan o'zim o'qib javob beraman. Xayr.